İştigirak oruqlığım batdı. İştik oruqlash bilan birga sog'lom oruqlab qayta samrib ketkim yo'q degan do'stlar mayaqa diqqat qilinglar. Mush filmni tushuncha beraman. Bak oz yapma oruqlayolmayapman, ma'lum oruqlash tamoqlarimni yeb boqdim. Shuncha oz deysam oruqlayolmayman-ku degan do'stlar. Diqqat qiling. Bir tal yurak berib saqlaybilan bak yaxshi film ma u. Mening har yo'g'on qo'saq oruqlayolmagan o'quvchilarimni mushu usullarga tayinib oruqlab ketdi. Biz jiqyavag'ash samrib ketgan shundaqo, ko'nglimizda oz yesak-la oruqlay olaymiz-ku degan bir xil xiyol bor. Ba'zilar oz yeb oruqlayolmadi. Nemishqa bu yerda bu yemaklikning jiqozlig'idan boshqa yana bir muhim nuqta bor. U bo'lsa bizning qon shakarimiz. Qon shakarimiz qancha o'ri bo'lsa, bizning badandagi insulin shuncha jiq ishlab chiqarildi. O shu ishlab chiqarilib bizning badanimizga ortiq shakarlarni mayga aylantirib o'tadi degan gap. Bakchiq ishlab chiqarilg'achqa siz badandagi joyil maylarni ko'ydirolmayapsiz degan gap. Shundaqda biz qon shakarimizni turaqli qilgandan qo'ydi bo'lamiz. Qanday qilamiz? Ushul usul bor do'stlar. Sal ta'sirrakdak his qilasiz, ammo birdan ko'nib ketasiz. Birinchisi, et deganda nashta qilmaysiz yoki et deganda asos oshliq o'rinlashtirmaysiz. Faqat oqsil bilan sayko'k tatlam yeysiz. Undan ozroq may yeysiz. Gapim tushunch bo'ldimi? Bu chaqda bizning et deganda qon shakarimiz turaqli bo'ladi. Bizning mayni ko'ydiradigan vaqtimiz texmi uzun so'zildi degan gap. Shidiyalisingiz, et deganlik nashtalarni bir xil to'xtating, tushungan kechki taboqni ham. Mash taqlima. Etigan nashta qilmasa unda xo'p qolgan, bunda qilgan. Qallangizdan chiqarib yeting u narsalarni, juma. Agar etigan nashta qilsam chidayolmayman desangiz, asos ochliqni to'xtatib turing. Gapim tushunch bo'ldimi? Mana shu tuxum, undan keyin badam yong'oq, azroq sayko'ktat yeb qo'ysangiz bo'ldi. Ikkinchisi, kechki tamoqdagi asos ochliqni azaytib, amal va tushda jiqroq asos ochliqni ham. Nurg'un tantarbiyachilarmi mushkil usulni qo'llandi do'stlar. Tan shun qanday qo'yimiz buni. Kechda go'sht bilan sayko'ktatni asos qilamiz. Mayda qo'rib yesingiz bo'ldi. Asos ochliqni kechda burunqa qirganda azayting. Bir mushtum atrofida ya yarim mushtum atrofida xo'ngshu qunaq kav yangyo yesingiz bo'ladi. Tushda mayli ximir yemsiz, mayli mifa yemsiz, jiqroq yavab bir oduqni chiqarib olsangiz bo'ldi. Uchinchi usul 16 qo'shilgan 8 degan usul bilan 5 qo'shilgan 2 ni birlashtiramiz. Ya'ni 16 qo'shilgan 8 degan bir kunda 3 vaqt tamoq yesangiz, shu 3 vaqt tamoqni 8 soatdan ichiga yig'inchaqlab, kechki tamoqdan atigandagi nashtalikcha 16 soat vaqt suvlam ichib qo'saqni quruq qo'ying degan gap. Uningdan boshqa 3 kun shu 16 qo'shilgan 8 ni davomlashtirib 4-kunga borgan chaqda 5 qo'shilgan 2. Ya'ni bir haftadagi 5 kunda shu vaqt tamoqni 16 qo'shilgan 8 bo'yicha mengib, orasidagi 2 kunda bir vaqtlam tamoq yeyish. Ya'ni 4-kunga borgan chaqda siz tushdan kerak bir vaqtlam tamoq yeysiz. Taxminan erlar 700-800 kaloriya, ayollar 500-600 kaloriya atrofida. Bir vaqt tamoqni to'yg'ich yesangiz bo'ladi, lekin qolgan vaqt narsani suv ichsiz. 16 qo'shilgan bilan 5 qo'shilgan 2 ni birlashtirib maqsangiz, sizning qon shakaringiz nihoyat turaqli bo'ladi. Insulin undaq bekchiq ishlab chiqarilmaydi. Sizniki may ko'ydiradigan vaqtingiz texmi uzun bo'ladi bir kunning ichida. Ishtaringiz texmi turaqli bo'lib ketadi. Bir sinab beqing, bak yaxshi usul. Tastak his qilsiz, birdan ko'nib qolsiz. G'ayrat qiling.